Assalomu alaykum azizlarim. Anchadan beri podkastlar bo'lmaganda, bugun judayam bitta qiziq tema haqida gaplashamiz. Agarda bu podkastni ustozlar ko'rayotgan bo'lsa, endi ustozlik karyerasini boshlaganlar bo'lsa, qaysidir ma'noda judayam chuqur motivatsiya beradigan va o'zingizga bo'lgan ishonchga yaxshi pozitiv ta'sir qiladigan bitta podkast bo'ladi. Bir hikoyani aytib bermoqchiman. Qanaqa qilib teachingga kirib qolganman, вообще teaching karyeram qanaqa boshlangan, nima bo'lgan. Agarda siz ham hozir birorta bir kasbni boshida bo'lsangiz, ikkilanish, dovdirash, ishonmaslik, qo'rquv, hayajon, mana shu podkastdan ishonchim komil o'zingizga kerakli bitta ikkita darslarni olasizda. Mani nazarimda insonlarni eng katta xatosi mana birorta bir ish boshlayotganda tez, momentalniy success bo'lishini kutishligida. Mana kiraman yoki mana bugun ham graduationga borib keldim. Bakalavrni bitirayotganda hammada o'sha hayajon bo'ladi-da. Mana hozir bakalavrni bitirdim, hamma quchoq ochib, любой ishxona mani kutib turibdi. Hozir men uchib ketaman stratosferaga, dahshat soqqa qilaman, zo'r bo'ladi deb va shu ожидание baland bo'ladi. Ya'ni yunishskiy maksimalizm deydi-yu, katta expectationlar bo'ladi-da. Mana shu expectationlar ham bizani juda ham hurt qiladi. Expectationni pasaytirish kerak-da. U bo'ladi, bu bo'ladi. Yaxshi niyat bilan expectationni aralashtirmang. Qachon siz aralashtirasiz? Qachonki siz natija sizga bog'liq deb o'ylasangiz, bo'ldi, mana shunaqa bo'ladi deb buni o'zingizga konstitutsiya qilib olsangiz, bo'ldi. Bu narsani o'zingizdan mana bunaqa anaqa qilishingiz, nima deydi, olib tashlashingiz qiyin bo'ladi. Bu narsani men sizga judayam maslahat bermagan bo'lardim. Xullas, kunlardan bir kuni maktab o'quvchisiman. Bibliotekada, учебный sentrda ishlayapman. Orzu qilaman, mahalladagi bolalarga dars berib yurardim. Teaching qilardim. O'zimni daftarlarimni, narsalarimni olardim-da, mahallada o'zim raspisaniyam bor edi. Bitta uydan kirib, ikkinchi uyga kirib, boshqa raspисание tuzib olgandim. O'zim o'sha paytda dars berib, teachinglar qilardim. Bibliotekadaman, xullas, bibliotekada kitob topshirishadi, shu narsa bilan shug'ullanyapman. Bizani o'sha ishlayotgan учебный sentrimiz direktorlari, bizani ustozimiz Asxon aka kasal bo'lib qolganmilar, bir nima bo'lganda, xullas darslari atmen bo'lishi kerak bo'lgan, bolalar уже kelgan bo'lgan, substitute teacher izlashyapti. Substitute teacher bu ustoz o'rniga kirib vaqtinchalik dars o'tib turadigan ustoz. Nima deb o'ylaysiz? Birinchidan direktorimizni gruppasi bo'lganiga hamma duxi bergan. Chunki vdrug noto'g'ri dars o'tib qo'ysa, vdrug bolalarga yoqmasa, keyin direktor уже feedback oladi-yu, kirarlar-ku Asxon aka. Dars qalay bo'ldi? O'tgan safar yaxshi bo'ldimi? Desa, yo'q, bo'lmadi, ustoz desa, уже unga minus bo'ladi. Короче, hech kim xohlamagan kirishni. Ikkinchi sababi nima uchun xohlashmagan? Chunki u gruppa upper intermediate, eng oxirgi 5-bosqichdagi talabalar bo'lganda. Xullas, endi nima deb o'ylaysiz? Men kiraman deganman, lekin ichida dux bo'lib yotgan bo'lganman. Direktor gruppasi, vdrug yoqmasamchi, to'g'ri, mahallada bitta ikkita bolalarga dars berib yuraman, individualni o'taman. Lekin bu yoqda gruppada 10 tadan ortiq bolaga, upper intermediate bosqichidagi bolalarga dars berish umuman boshqa narsa-da, it's a different story. Lekin ichimda qanaqadir bir intuition menga aytgan, bu seni shansing, Barno. Teaching senga yoqadi-ku, dars berish, tushuntirish yoqadi-ku, bu shansdan foydalanish kerak degan ichimda o'sha kurash bo'lgan-da. Bitta Barnoda, davay deydi pozitiv, ikkinchisi bo'lsa bo'lmasa-chi, o'xshamasa-chi, keyin safar gap eshitsang-chi deb. Mana nima bo'lgan, men o'zi oddiy bibliotekada ishlab yuradigan bibliotekarchaman. Nima bo'pti, yo'qotadigan narsam yo'q-ku deganman-da. Men kiray, men o'tay deb men turib olganman. Keyin qarashsa, ularni boshqa ilojligi yo'q. Chunki substitute teacher yo'q, bolalar уже kelib bo'lgan, bor ustozlarni ham уже gruppalari bor, raspисание bor, ular kirolmaydi. Keyin majbur bo'lishgan, endi menimcha skeptical qarashgan, menga ham kiradi, bitta ikkita aktivitetlar qilib, keyin ketkazib yuborishi kerak deb o'ylashgan. Endi men kirganman. Yosh bolaman deb, по sutida yosh bolaman. Ulardan 1-2 yosh katta bo'lsam kerak. Dars o'tishni boshlaganman, praktikalar qildirganman, gapirtirganman, debatlar bo'lgan, 2 soat o'tgan, 2,5 soat o'tgan, почти 3 soat dars bo'lgan. O'zi darsimizda 1,5 soat mana shunaqa bo'lardi-da. Keyin meni taqillatib aytishyapti, Barno, bu xonada keyingi dars bor, bo'ldi, уже tugatish kerak deyishyapti-da. Biz shunaqa berilib ketganmiz. Menda ham hayajon bo'lganmi? Еще как bo'lgan. Qo'rquv bo'lganmi? Voy, vapshim qo'rquv bo'lgan. Juda ham
judayam dovdirashli ham bo'lgan. Darsxonaga birinchi kirganim, ularga aytganim esimda, hayajonlanyapman, lekin ustoz mana kasal bo'lib qolibdi ekanlar, kelolmadilar, man sizlarga substitute qilyapman deb. Eng yomoni Asxonakidan feedback kutish bo'lgan. Bo'ldi, endi nima bo'ladi? Direktorim nima deydilar? Menga ham gruppa berarmikinlar? Undan oldin 3-4 marta kirib, rosa yalinganman. Ustoz, menga ham anaqa bering, gruppa bering, beginner bering. Men ham boshlamoqchiman deb. Keyin ikkita dars o'tyapti. Haftani oxirida Asxonaga o'zlarini xonalariga chaqiryaptilar. Men endi umid bilan turibman, menga gruppa bersinlar debda. Keyin ustoz aytganlar, teaching haqidagi o'sha fikring, mana shu karyerada ketishing, jiddiy gapirganman deganlar. Men aytayapman, ha, jiddiy, juda ham xohlayman deganman. Men o'sha ishlagan, men o'qigan учебный центр, o'zim o'qigan учебный centrda men ishlashga qolgan bo'lganman-da. Juda ko'p filiallari bor edi. Keyin men nima deb o'ylaysiz? Bo'ldi, sen ishga kirding, молодец, bolalarga yoqibsan deb aytmaganlar menga. Menga aytganlar, agarda rostdan ham gaping jiddiy bo'lgan bo'lsa, unda senga bitta vazifa. Senga насмотренность kerak deganlar. Ustozlarni darslariga kirasan, teacher observation qilasan deganlar. Menga vazifa qilib 100 ta Carol 100 ta dars observation qilib kelasan deganlar. 100 ta dars. Hozir mana teachingga boshlaydiganlar bor-ku, mikrofonni mana qilib qadab oling, chunki bu podkast pohodu sal uzunroq bo'ladigan podkast. Hozir endi teachingga boshlaganlarning eng katta xatosi va eng katta minusi, meni fikrimcha, ular mana keldi-da, bo'ldi, sразу teachingga boshlab yuboradi. Observationlar bo'lmaydi. Har bitta ustoz, men keyin aytaman, nima qilaman observationda, nima bo'ladi o'zi? Men даже observation qilmaganman desam, ustoz aytibdilar. Orqa partaga невидимка bo'lib o'tirasan, darsda umuman engagement qilmaysan, aralashmaysan, feedback gapirmaysan, просто o'tirasan orqa partada, sen полностью 100 ta darsni hammasini tahlil qilib kelishing kerak deganlar. Darsi birinchi 15 daqiqasi qanaqa bo'ldi? Ustoz nima bilan boshladi? U ishini qanaqa tekshiryapti? Darsni qanaqa tugatyapti? Nima aktivitelar qilyapti? Har xil urovnyga kirasan deganlar. Voy, bu menga katta bir zo'r shansdek tuyulgan. O'zi hozirgi kallam bilan o'ylayman-da, balki o'sha paytda Asxonaga meni cho'formoqchi bo'lganlar-da. Prosta nima qilishni bilmay qarasalar, entuziazm juda katta, energiya juda ham ko'p. Qanaqa qilib chopishni bilmasdan 100 ta darsga kirasan deb aytganlar. Nima deb o'ylaysiz? Men borganman. Bir 50 tachami, 55 tachami darsda o'tirganman. Hammasini yozganman. Ustozlarga yalinib yurardim. Observationga kirishim kerak deb. Observationdan 2 oy observationda bo'lganman. Keyin Asxonaga nima bo'lyapti deb so'raganlar. Direktorim, ketganman, mana shuncha darsga kirdim. Mana hammasini yozib yuribman deganlar. Menimcha o'shanda give up qilganlar deb o'ylayman. Mana hozir o'ylab eslasam, o'sha paytda menimcha prosta give up qilganlar-da, ustoz, mayli. Bu qiz qarasam anaqa qilmayapti, yengilmayapti deganlar-da, menga gruppa berganlar. Voy, birinchi gruppaga tayinlanishim. Oh my god, bu umuman alohida istoriya bo'lgan. Birinchi darsim, endi men yosh bolaman. Meni kichkina ekan deb mensishmaydi deb o'ylayapman. Rasa kiyadigan kiyimimgacha o'ylaganman. Sochimni qanaqa turmaklasam kattaroq ko'rinaman deb o'ylaganman. Juda ham yoshimni kattaroq ko'rsatishga harakat qilganman-da. Darsga kirganimda juda ham xohlardim shu yoshimni so'rashmasin. Chunki hozir necha yoshsiz desa, kichkinaligimni bilib qolishsa, meni mensishmaydi. Meni eng katta qo'rquvim shu bo'lgan va ikkinchi qo'rquvim, juda ham qo'rqqan narsam, men o'tirib 2 soatni dars, 2 soatni har bitta daqiqasini yozib chiqqanman. Boshida 10 minutda nima qilaman, keyin 15-minut nima qilaman, daqiqalarigacha yozib chiqqanman. Uni yozib chiqqanimdan tashqari, mabodo ichligida qaysi biridir aqlliroq bo'lib, tezroq bitirib qolsa, ularga nima vazifa beraman zerikib qolmaslikligi uchun. Chunki menda shunaqa bo'lardi, zerikib qolardim. Men уже student perspektivdan o'ylayapman-da, ular tez tugatib qo'ydida, keyin nima bo'ladi? Ulargacha yozib chiqqanman. Eng katta qo'rqadigan narsam, не дай bog', Xudo asrasin, mendan shunaqa savol so'rasada, birorta bir savol va men javobini bilmasam. Men uchun u paytda ustoz hamma narsani biladigan inson.
ustozda hamma narsaga javob bor. Ustoz hamma narsani bilish kerak degan bir konstitutsiya bo'lganda miyamda, hamma narsani biladigan deb. Mani eng katta qo'rquvim ham shu bo'lgan. Kirsamda menga qanaqadir bir so'zni so'rasada, u so'zni men tarjimasini bilmayman. Yoki birorta bir savol bersada, u savolga men javobim bo'lmasa, judayam qo'rqaman. Kiraman hozir shu narsa bo'lmasin deb. Birinchi darsim ham yaxshi o'tgan. Yana keyingi aytib bermoqchi bo'lgan istoriyam bu birinchi mani IELTSga teachingda qilgan qadamim. E'lon berganmiz. Mana Miss Barno o'sha paytda 8im bo'lgan. IELTSdan 8im bo'lgan. IELTSdan dars beradigan ustozimiz bizada sentrda ishlaydigan katta bitta ustoz bor edilar. Ular O'zbekistonda eng katta ball 8,5 olgan ustoz edilar. Men edim. Qo'rqqanman. Конечно, katta ustoz turganda menga kim yoziladi deb. Nima deb o'ylaysiz? Qo'rqqan narsam bo'lgan. Bolalar kelardi, keyin yozilmoqchi bo'lardi. Bu ustozda nechi ball, u ustozda nechi ball, bu ustoz nechi yosh, u ustoz nechi yosh, necha yildan beri dars beryapti derdi-da. Menga даже imkon berilmasdi. Imkon. Shunaqa alam qilardi, yig'lardim, xafa bo'lardim. Menga hatto bitta darsga shans berishsa edi, artistlar bo'ladi-yu, ashula aytadigan artistlar. Turshi bor, talantliviy, bitta qo'shiq aytib ko'ring, bitta ayting, agar yoqmasa aytasizlar, bitta ashula aytib ko'ring, bitta menga shans beringlar deydi-ku. Menda ham shunaqa bo'lgan. Bitta dona shans beringlar, bitta dars o'tib bering. Agar bitta dars o'taman, yoqmasa keyin yozilmaylar. Даже menga imkongacha ham yo'l bo'lmasdi-da. Nechta odam yozildi deb borardim, 4 ta. Keyin уже bo'ldi. Hammasi o'sha katta ustozga o'tib ketgan bo'lardi. Shunaqa alam qilardi. Nima uchun menga imkon berilmasdan, menga даже shans berilmasdan, meni sinab ko'rmasdan, balki men yaxshi o'tarman, balki meni dars berishim sizga u ustozdan ham ko'proq mos tushishi mumkindir. Sizlar menga shans bermasdan meni shu narsadan ayiribsizlar degan narsa ichimda alam bo'lardi. Hozir mana 17 yillik tajribaga ega ustoz, to'g'rimi? Instagramda ko'p obunachilari bor, ustozlar ko'p follow qilishadi. Mani IELTS Pro kursimni 60% ustozlarda, ustozlar yozilishadi. Hamma o'ylaydi, prosta tug'ma bu narsa, bilmayman. Menimcha oson bo'lgan deb o'ylashadi-da. Mana Barno opa tug'ilgan, ustoz bo'lishini bilgan, ustozlikka apply qilgan va teachingga boshlagan deb. Lekin uni ortida qancha yalinganlarim, 100 ta dars observationi borib ustozlarga hamma ustozlar ham darsiga kiritishni xohlashmasdi. Mana agar siz ham ustoz bo'lsangiz, sizni darsingizni kuzatgani kiryapman desa, baribir ko'plik yoqmaydi bu narsa. O'sha narsalar ham bo'lardi-da. Bilmadim, balki milleniallar pokoleniyasi, avlodi boshqacha bo'lganmi? Ya'ni, davay, tekinga bo'lsa ham ishlab ko'r, o'pit olasan degan narsa bu biz uchun katta imkoniyat bo'lganda. Men juda ham xohlardim, hozirda rostdan ham o'zini ustoz sifatida ko'radigan insonlar bu podkastni ko'rayotgan bo'lsa, yoki birorta bir kasbini endi boshida bo'lsa, katta ojidaniyalar qilib tashab, mana zo'r bo'lib ketaman, 1-2 yilda katta pul topaman, menga ular должен, mana miyangizdan ish beruvchi sizga должен, klientlar sizga должен, hamma sizni zo'r kutib olishi kerak degan narsani olib tashlashingiz kerak ekanda. Qilayotgan kasbingizni, qilayotgan ishingizni sidqi dildan, ich-ichingizdan xohlab, mazza qilib, rostdan mana o'zingizda 100% bo'lsa, 150% berib, o'sha nimaga, nima deydi, atmosferada polностью engaged bo'lib, chunki talabalar ham energiyani sezadi-da. Kuni kecha, kстати, Instagram sahifamda xafa bo'lib, mana videoga yozishga qo'ydim. Bir 10 martacha o'chirdim. Chunki gapiraman deyman, ko'zimdan yosh oqadi. O'zi nima plan bo'yicha, kontentimni plani bo'yicha ustozimizni кейslarini aytib berishim kerak edi-da. Onalari vafot etib qolgan bo'lgan, lekin darsi hech qaysi bir darsi bunaqa zo'r o'tmagan bo'lganlar-da. Boshqacha zo'r o'tganlar-da. Keyin bizni eshitib, yoqamizni tishlab hayron qolganmiz. Shunchalik o'sha alamni, shunchalik shu og'riqni bekitib talabalar sezmasin deb darsxonaga kirdimi, ustoz bu уже mana nima deydi, muammolarni orqada qoldirish kerak-da. Meni o'zimni shaxsan menga yoqmagan narsalardan bittasi, men ham juda ko'p uchebniy sentrlarni o'zgartirganman, har xil ustozlarni ko'rganman-da. Universitetda, maktabda eng yomon ko'rgan narsa darsxonaga kirgandan keyin ustozlar problemasini gapirib o'tirishsa.
там uydagi ahvolni, kelinini kimdir yomonlardi, farzandidan kimdir norozi bo'lardi, nima yegani, nima ichgani, man o'tirardim, voy, dars o'tib ketyapti-ku, qachon mavzu haqida gaplashamiz deb. Universitetda ham bo'lgan bu narsa, maktabda ham bo'lgan bu narsa. Man nazarimda bu qanaqadir bir talabani vaqtiga, haqqiga xiyonat hisoblanardi-da. Chunki sizda mana 2 soat dars qo'yildimi, 1 soat dars qo'yildimi, siz kech kirdingizmi, siz o'shani masalan 5 daqiqa kech qoldingizmi, demak 2 soat 5 daqiqa o'tib berishingiz kerak. Chunki sizga talaba u talabani haqqi deb o'ylayman-da, u bilimga bo'lgan ularni haqqi. Siz bu narsaga xiyonat qilmasligingiz kerak. O'sha ustozim bilmadim, ingliz tili kurslarida bo'lgan. O'sha dars alohida boshqacha o'tgan bo'lganlar-da. Shu istoriya haqida gapirib berdim. Aytyapman, mana sizlar ko'ryapsizlar mani emotsionalniy состояниямni. Hozir juda ham zo'r emas, lekin hozir men magistrantlarga dars beryapman-da universitetda. O'zimga kasbim juda ham yoqyapti. 3-4 ta ustozlar darsdan keyin kelib aytayotgan gapligi, siz mana doim energiyadasiz, doim pozitivniysiz. Keyin aytyapman, sizlar bu Instagramga qarab baholamanglar. Insonlarni, meni emas, вообще umumiy olganda baholamanglar. U kulib chiqish boshqa. U rasmga tushayotganda ham, masalan, biz rasmga olamizda, ichidan 10 ta rasmdan eng chiroylisini tanlab qo'yamiz. Instagramlar ham, sotsial setlar ham mana shunaqa platformada. Siz eng yaxshisini qo'yishga harakat qilasizda. U yoqda kamdan kam haqiqat bo'ladi. Ustozlarning dardi bo'lmaydimi? Ustozlarning ham dardi bo'ladi. Ustozlar xafa bo'lmaydimi? Ular ham xafa bo'ladi. Ular ichida tosh bo'lsa ham o'sha narsa bilan kirib darsxonada bo'ldi. Mana shu qora ko'zlar menga ishonib, mendan bilim olaman deb keldi. Men ularga hozir xiyonat qila olmayman. Masalan, IELTS haqida gapiradigan bo'lsam, mana keldi. Qaysidir ma'noda o'sha talabalar bizga o'zini taqdirini ishonayotgan bo'ladi-da. Shu ustoz menga 2 oyda, 3 oyda qarashadi, yordam beradi. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Men bu narsaga xiyonat qila olmayman. Ya'ni ustoz bu narsani tushunishi kerak-da. Qo'llovchiga dars o'tib ketish kerak emas. Yoki masalan magistraturasidagi talabalarimi, ular ustozlar. Teaching, educationdagi talabalar. Ular ham bir nima o'rganaman deb kiryapti, lekin meni hayotimda trash bo'lyapti. Men kirib ularga dardimni aytib o'tirmayman-ku. Menda mana bunaqa, hozir настроением не то. Aytyapman, bolalar, bu просто ajratishni bilish kerak. Ajratishni bilish kerak. Siz darsxonaga kirdingizmi, bo'ldi, sizda alter ego. Barnom Mukimova yoqiladi, bilmadim, Miss Kamola yoqiladi, Miss Shahlo yoqiladi, Shahlo teacher yoqiladi. U yoqda siz ustozsiz. Siz ustoz bo'lishingiz kerak. U yoqda siz ular o'rtog'i emassiz. Kстати, men baribir ham mana shu личный границаlarni ham tarafdoriman-da. Ustoz talaba bilan u o'rtoq bo'lib ketib, yaqin bo'lib ketib, yo'q, baribir distansiya bo'lishi kerak. Hamma o'zini rolida, o'zini pozitsiyasida bo'lishi kerak va ustoz ham ustozligini unutish kerak emas. Va mana shu voqea bilan bo'lishganimning ham sababi qisman sizlar hamma narsani romantizatsiya qilib, idealizatsiya qilib, har doim zo'r bo'ladi deb o'ylamanglar. Yaxshi ustoz mana shu problemasini chetda qoldirib, darsxonaga kirgandan keyin switch qila oladigan ustoz. Bu narsaga вообще Western, eng top university, Harvardda ham education fakulteti bor-da. Eng top universitylarda o'tiladigan skill, biza bilishimiz kerak bo'lgan skilllardan biri bu agility hisoblanadi. Ya'ni ustoz adaptable bo'lib, agile bo'lish kerak-da. Moslashish kerak. Bu narsani bo'ldi, tez adaptatsiya qilib, switch qilib, bu narsalarni ajratib bilish kerak. O'sha reels qo'yganimdan keyin bitta tanishlari meni follow qilar ekan, to'g'rirog'i kursdoshimni tanishlari meni follow qilar ekan. Barnopani o'zlariga bu audioni tashlay olmadim. Lekin shu gaplarni aytgim keldi deb yozibdilar. Ularda ham universitetda bir kun bitta leksiya o'tganini domla kiribdilar. Og'ir, vazmin, hech qanaqa unaqa yuqori energetikada o'tmayotgan ekan-da o'sha ustoz darsi. Sekin, og'ir, vazmin gapirayotgan ekan o'sha ustoz. Keyin qarasa o'sha shovqin boshlanib ketibdi. Tovushni ham baland chiqarmayotgan ekan. Keyin sekin o'rnidan turibdi-da, o'sha ustoz aytibdi. Bilasizlarmi, dedim, menga hozir dars o'tishdi-ku, даже gapirish sal og'irroq. Chunki kecha men o'zimni farzandimni tuproqqa qo'ygan insonman. Iltimos, agar imkon bo'lsa shu darsni chiroyli o'tinglar deb, ya'ni shu insonligini ko'rsatib, mana men hozir sizlarga dars bergani keldim.
ming muammoyim bo'lsa ham ustozlik vazifamni, missiyamni bajaryapman va sizlardan so'rayotgan narsam, sizlar ham bilim olgani kelgan bo'lsanglar, bir-birimizni hurmat qilaylik degan ma'nodada. O'sha ayol audio сообщениеda aytyaptilar. Shunaqa мертвая tishina bo'ldi. O'lik jimlik. Jim, sukunat, hamma jim bo'lib qoldi, deb aytibdilar. Haliyam shu ustoz esimda deb audiolarda aytyaptilar-da. Menga ham bu hikoya juda ham ta'sir qildi. Men o'zim shaxsan bilaman shunaqa ustozlarni, fidoyi ustozlarni bilaman-da. Farzandi og'ir kasallanib, nogironlanib, lekin darsxonaga kirayotganda ular shu narsalarni hammasini tashlab ortga mas'uliyat plashini kiyib, talabalarga sidq dildan bilim berib, rostdan ham bilim ulashishga harakat qiladigan insonlar. Bu podkast menimcha ustozligi qanchalik bizani kasbimiz sharafli kasbligi, qanchalik bizani kasbimiz mas'uliyatli kasb ekanligi. Bizani bir gapimiz, masalan, meni o'zimda ham shunaqa narsa bo'ladi. Kimgadir bir nima degan bo'laman, qo'lingizdan keladi, Lola, молодец, qiling, davay deb. Men uchun hamma talabalarim xuddi ona o'zini farzandini qaysi birini ko'proq yaxshi ko'rasan deb so'rash ahmoqona savol bo'ladi-yu. Men ham talabalarimni shunaqa yaxshi ko'raman-da. Ularga anaqa qilaman, ichim oriydi, mana kirsin, o'qisin, qo'lidan bir nima kelsin deb-da. U ajratish bo'lmaydi baribir ustozda ham. Yaxshi pedagogda bu narsa bo'lmaydi deb o'ylayman-da. Xullas, shunaqa sharafli kasb, shunaqa mas'uliyatli kasb. Kerak bo'lsa, aytgan narsalarim ham уже nechta talaba chiqarganman, esimda qolmaydi. Yillar o'tadi, vaqt o'tadi, menga talabalarim yoshishadi-da. Barnopa, sizda siz menga daftarimda shu gaplarni yozgandingiz. Даже rasmga olib tashlashadi. Shunaqa gaplarni aytuvdingiz. Mana darsdan keyin qolib men bilan gaplashgandingiz deb. Meni to'g'risini aytaman, ochig'i hamma ham esimda qolmaydi. Men familiyalar esimda qoladi, hatto ismlar ham esimda qolmaydi-da. O'ylayman, vau, qanchalik mas'uliyatli kasb. Chunki har bitta aytayotgan gapimiz ularni qalbiga ta'sir qilishi mumkin. O'ziga bo'lgan ishonchini, confidence-ni regain qilishi mumkin o'sha talaba. Yoki teskarisi, qanchalik bizani gaplarimiz ularni tushkunlikka tushirishi mumkin. O'ziga bo'lgan ishonchdan mahrum qilishi mumkin. Brené Brown, men juda ham havas qiladigan uchuvchilardan biri. Kstati, TED Talksda eng ko'p ko'rish sonlariga ega bo'lgan rekordlarni urganda. Bitta o'shanaqa Daring Classroom degan bitta performance bor. Ustozligiga juda ham maslahat bergan bo'lardim YouTube'da. Mana shu videoni ko'rishi. O'zini keysini aytib beradi-da. Universitetlarda, maktablarda ularda o'sha high schoolda university counselor degan ishchilar bor. Qaysi universitetga kirishi, nima bo'lishi, qaysi kasbga tanlash kerak, qaysi universitetga kirsa, to'povoy uni shanslari ko'p. O'shani aytishadi. Brené Brownga qarab, ballariga qarab, u bilan gaplashib, o'sha student counselor, university counselor aytgan ekan, sen hech qachon top universitetga kira olmaysan deb. U ayol rekordlarni uradigan darajada aqlli ayolda, performanslarni ko'rsangiz, yozgan kitoblari psixologiya bo'yicha, qilgan исследованиялari vulnerability haqida qilgan. Kitoblari вообще bestsellerda, lekin hali ham esimda deydi-da. O'sha counselor meni вообще esida ham yo'dirman men o'sha counselorni deydi. Lekin uni aytgan gapi qalbimda o'sha anaqa bo'lib, pichoq bo'lib qolib ketgan deydi-da. O'sha performansda aytadi, ustozlar, men sizlardan iltimos qilib so'rayman, aytayotgan gapinglarni o'ylab gapiringlar. Chunki sizlar uchun bu oddiy gap bo'lishi mumkin, lekin shogirdinglarni, talabanglarni qalbida bu gaplar yillab qolib ketadi. Butun umrga qolib ketadi deydi. Xullas, mana shunaqa gaplar. Agar bu podkast kerakli auditoriyaga yetib borgan bo'lsa, ustozlar ko'rayotgan bo'lsa, hay deb yuboringlar, kommentariy qismida yozib yuboringlar. Prosta hamma narsa oson o'zidan o'zi bo'lib ketadi deb kutmanglar. Shu kasbni tanladinglarmi? Chin dildan xohlab qilinglar. Natija bo'lsa, u natija sizga bog'liq emas. Agar siz men qilaman, keyin bo'ladi deb barter qilmoqchi bo'lsangiz, siz sal to'g'ri yo'ldan chiqib ketayotgan bo'lasiz-da. Lekin ishoning, agar teachingni tanlagan bo'lsangiz, ustozlikni tanlagan bo'lsangiz, siz to'g'ri yo'ldasiz. Bu rostdan ham sharafli, dunyodagi eng chiroyli kasblardan.